Maktab bozori uchun sanoqli kunlar qoldi. Hali maktab bozorini qilmagan bo'lsangiz, Angar do'koniga tashrif buyuring. Bu yerda kanselyariya mahsulotlarini hamyonbop narxda topishingiz mumkin. 12 varroqlik daftarlarni atigi 400 so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Ba'zi kunlarda katta chegirma bo'lganda bu daftarlarni 100 so'mdan ham xarid qilsangiz bo'ladi. 24 varroqli daftarlarni 1400 so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Rasm daftarlarni 5,5 ming so'mdan 22,5 ming so'mgacha xarid qilsangiz bo'ladi. Penallarning narxi 19 ming so'm. Qaychilarning narxi 3 ming so'mdan 30 ming so'mgacha. Ruchkalarning pochkasi 25 ming so'mdan katta chegirmada sotib olsangiz bo'ladi. Popkalarning narxi 69 ming so'mdan boshlanadi. Juda ham chiroyli va sifatli popkalar. Farzandingizga maktab kiyim-kechaklarini ham Angar do'konidan xarid qilsangiz bo'ladi. Angardan maktabli bozorni qilib ketamiz. Narxlari lekin hamyonbop. Kelib o'zingizga bir solishtirib ketsangiz bo'ladi. Maktab uchun kerakli narsalarni qulay narxda bir joydan xarid qiling. Bu do'konning manzili qayerda desangiz, Directga maktab yozsangiz, lichkaga o'zim adresini tashab beraman.